Assalomu alaykum. 80-yilda ishlab chiqarilgan 06miz tayyor holatga kelib qoldi. Gazini egalari ozgina ikkilanchi yechib oldi, benzinda yurib turibdi. Bezatkaz benzinda yurib turibdi. Kuzlarda hech qanday bir defekt yo'q. Yaqin olib kelgan salonlarni ko'rsating. Salonlari o'ta chiroyli, akkuratli holatda turibdi. Salonda hech qanday ishi yo'q. Motor korobkalar umuman ishi yo'q. Yo'q, xudo xolisa zaret bo'ladi. Shitirlarga Spark'ni aqllaydi bolalar qo'yib tashlab yoshlar menga qarashli. Bu ishlarimizni narxini o'rtanada ko'rsatib o'tdik. Narxini qimmat qo'ymaymiz. Qimmat qo'ysa haqi gapni ko'paytirdi. $850 bo'lsa, mana shu ishlarimizni obunachilarga beramiz. $850. Gazini bo'lsa